Assalomu alaykum hamyurtlar. Avvalo hammalaringga yaqinlashib kelayotgan ro'za, Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Eson-omon ro'zalikni tutib olish Alloh yo'lida nasib qilsin har birimizga. Sizlarga Kamol Vet Farm jamoasidan sizlarga yana bir yangilik. Mayda urug'lar ekadigan selkalarni olib kelganmiz. Makkayi va undan tashqari bir qatorlab ekadigan barcha urug' ekish selkalarini olib kelganmiz. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib, qanday ishlatish, qanday nima qilish jarayonlarini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Mana bunga keladigan bo'lsak, bunda turli xil katoklar bo'ladi. Turli xil katoklar, yamkalari bor. O'shinga urug'larni tushirib, solishtirib berish, tushuntirib beramiz bu to'g'risida. Orasi razmerlarigacha to'g'rilab beramiz. Hozir buni yurish, ishlash jarayonini yana bir ko'rsatamiz o'zlaringizga. Bundan tashqari bu boshqachasi ham bor. Bulardan tashqari bu kattaroq urug' no'xatlarga chekadi. Undan tashqari yana bir boshqa chuqurroq urug'lar bo'lsa, kattaroq urug'lar bo'lsa, bemalol buni ham eksak bo'ladi, ishlatsak bo'ladi. Sotuvda ham bor. Xalq ishlatib olib chiqib foydalanib kelishiga ham bor. Imkonlar bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Mana telefon nomerlarimiz, bemalol murojaat qilib, nima qilsa sotuvda. Mana endi bular ishlatish. Mayda urug' ekadigani bu. Mayda urug' ham ekadi. Makka ham ekadi, no'xat ham, lo'y ham hamma narsani ekadi. Bunisiga qolganda bu dorilar birlama billa ekadi. Bularni ham boyaga aytganda xudo xolasa har xil urug'larimiz kelgan. Makka urug'ni qaysi urug'dan olaman desalaringiz, kelib olsalaring, bu yerda bolalarimiz bor, tushuntirib beradi. Urug'ni katokka tushirib, qanday o'sha razmeriga qarab turib, orasi, urug'ni mana katta kichikligiga qarab tushuntirib beramiz. Ana hurmatli bobo dehqonlar, bobakalar, mana shu ko'rasiz, mana tashagan urug'larni. Buni ichiga biz turib solganmiz. Buni ligrovka qilsak ham bo'ladi. Mayda urug'largacha ekib beradi bu. Bu kichkina selka, bu mayda urug' tashiydigan. No'xat ham eksa bo'ladi, mosh eksa bo'ladi bunda. Buni ichida kichkina nasatkalari bor, uni o'zimiz almashtirib, urug'ingizga qarab qo'yib beramiz sizga. Oraliq razmerigacha to'g'rilab beramiz. Endi hozir mana Makka urug' ekadiganni, no'xat ekadiganlarni yana bir bor ko'rsatib beramiz sizga. Mana hurmatli dehqonlar, mana bu Makka urug' ekadigan selkamiz. Buni orasidagi razmerlar bir xil kichikroq deyishi mumkin. Buni o'zgartirib bersak bo'ladi. Mana ekish jarayonini ko'rdingiz. Mana bitta tashiydi. Katogini almashtirsa ham bo'ladi bemalol. Endi unisini ko'rsatamiz. Mana hurmatli dehqonlar, bu navbatdagi mayda ekadigan selkamizni ishlash jarayonini ko'rsatdi. Faqat sizlar bitta narsa ko'taribroq ekildi bu. Mana turilib qolmasligi uchun sizlar uchun ko'rsatildi bu narsa. Buni katoglari bor. Buni katoglari urug'larni mayda, kichkina kattalariga 5 xil nasatkasi bo'ladi. 5 xil nasatka bor. Kesalaringiz ligrovka qilib, boshqa qilib o'zimiz o'rnatib beramiz. Bu mayda urug', piyoz, savus hammasi. Bu tashagan urug'i hozirgi paytdagi bu turib urug'. Hurmatli bobo dehqonlar, bu navbatdagi selkamiz. Buni juda afzallik tarafi ko'p. Mana hozir Makka ekish jarayonini ko'rsatdik. Bunisiga urug' solinadi, bunisiga mineral moddalar solinadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlarimiz bor, murojaat qilishingiz mumkin. Dehqonlarga jo'natib qo'yinglar og'aynilaringizga.